Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab mesestra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchonman. Ya. Kimga uylantirasiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman. Zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi bu yerda? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im, qoshig'im. Qoshig'im qaratilayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mandan o'tibdi. Aya. Dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr mandan o'tibdi. Bitta antibiotini olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Qancha shunaqa qildim hozir. To'xtang-chi ona. To'xtang. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, siz keldingizmi? Nasib kelaymi? Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig o'l, bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yangi siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan baribir bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktori ekansan-da. Ay tahor omadim,